Xayrli oqshom do'stlar, hammangizga har doimgidek yaxshi kayfiyat tilayman. Ajratayotgan vaqtingiz, e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Bee'tibor bo'lmaslikni har doim takrorlab kelaman va bee'tibor bo'lmayotganlarga yana bir bora o'sha minnatdorchiligim izhor qilaman. Biz har doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Soxtadan to'g'rini, egridan qiyshiqni, oqdan qorani ajratadigan davr va zamondir hozir. Yillardir qulog'imizga lag'monni ilib kelayotgan juda ko'p suxandon u ziyoli, oydin, soxtakor, niqob taqib olgan shaxslar juda ko'pdir do'stlar. Mana shularning ta'siri ostida xalq o'zini kimligi, nimaga qodirligi va boyligi hech bir narsaga erisha olmasdan tomoshabin holatiga kelib qolgan. Xullas, bugungi suhbatimiz 15-16 asrda yashab o'tgan Machiavelli bor. Machiavellizm siyosiy arbob, ya'ni o'zi yashab yozgan payti qiymati bo'lmagan bo'lsa ham, o'lganidan keyin buni bu hukmdor asari, ya'ni juda qiymatli bo'ldi. Bu o'zi o'sha siyosiy arbob 469da tug'ilib Italiyada, Florensiyada 527-yil vafot etadi kasallikdan. Buni yozgan bu hukmdor asarida juda bir ayyorlik, boshqaruvchi niqobli bo'lishi va hukmdorda hech qachon hukmdor na dinga amal qilishi, na bir morali tushunchasi bo'lishi, bunaqa narsalar prinsipi bo'lishi kerak emas. Ya'ni bunday narsalar bo'lmasligi kerak. Va'da berib, va'dasini istalgan payti buzishi, mana shunaqa ya'ni targ'ibot qilgan bu noinsoniy ishlarga bu hukmdor qodir bo'lishi kerak va asosiysi degan har doim niqobda o'zini xalqqa muloyim, insonsevar, millatsevar, dinsevar qilib ko'rsatish kerak va orqadagi kimligini har doim buni yashira bilish kerak. Buni yashira olmagan hukmdor emas deydi. Xullas, bu juda ko'p tavsiyalar beradi. Tabiiyki bunaqa niqoblanish, tuslanish va insonlarni manipulyatsiya qilish, aldash borasida. Tabiiyki buni prezidentlarga, bunaqa siyosatchilar buni o'qiydi yoki siyosiy elitani tarbiyalayotganlar, maslahatchilar, boshqalar bu g'oyalarni tabiiyki bunga o'sha singdiradi. Bundan xabardor boshqaruvdagilar, siyosatchilar albatta buni o'qib chiqqan bo'ladi va bu g'oyalar juda sariyog'da ularga motivatsiya beradi Machiavelli. Biz uchun endi bir sal noinsoniy tuyulishi mumkin, ammo ming afsuski Machiavellizmni bizni boshqaruvda ko'rishimiz mumkin. Haqiqatan. Sababi insonlar ammo bir narsasi bor. Machiavellizm va uni nuqtai nazarida chuqur tahlil qilinsa, kuchli davlat qurish, kuchli davlatga ega bo'lishni tavsiya qilgan. Kuchli hukmdor bo'lishga yo podshoh bo'lishga emas, u kuchli davlat qurishga, yollangan askarlar tahlikali degan, o'z askaring, o'z harbing bo'lishi kerak, yollanma tahlika degan. Har doim podshoh yoki boshqaruvchi birinchi qilichni o'zi tutishni bilishi kerak va tuta olishi kerak degan. Old safda turishi kerak degan. Ya'ni bu tavsiyalarni bergan. Ammo bu jihatlarni sekin endi har kim o'ziga keragini oladi-da. Bu taraflarni yo'q qilib
Machiavellizmni va Machiavellining g'oyalaridan ilhomlanish bizda va bizni siyosatda ko'rinadi. Yomonlikni qil, yomonlik orqali har doim insonlar qo'rquvdaga e'tiqod qiladi. Yaxshilikka emas, yaxshilik tez unutiladi deydi. Qo'rquvni ushla, qo'rqit va oz-ozdan yaxshilik qilginki, ammo bu oz-ozni shunaqangi ko'pirtirki, endi boyasan anaqa zo'r odamsan, endi sen bo'lmasang yashab bo'lmaydiganday qil degan g'oyani beradi. Va har doim har joydan erkinlikni o'z xalqingga berma deydi. Har doim dushman bo'lsin, dushman topib ber. Har doim nimadir o'ylab topki, bu xalq erkinlikka, erkin fikrga, erkin siyosatga, yaxshi hayotga erishmasin. O'sha erishgan kuni seni yo'q qiladi degan tavsiyalar beradi. Bizni shu o'tirib kuzatasiz va qoyil qolasizki, Machiavellizmi Italiyani hozirgi demokratiyaga erishgan, bular endi demokratiyaga erishgan sababi bu davlatlarda lordlar, kutilmagan insonlar yoki o'sha elita kimnidir taxtga olib kelishi mumkin edi. Ya'ni taxt oiladan oilaga o'tmaganda, ammo biz yaqin sharq bo'lsin, Usmoniylar, bizni podshohlar, xonlar, amirlarda bu oiladan oilaga o'tish, mana shu narsalar ko'proq bo'lgan. Ayniqsa Usmoniy o'shaning uchun 600 yil turgan, ammo Usmoniy turishini ayanchli, eng alamlisi, ya'ni o'zlari ham biladi, bu o'z xalqini ezilishi birinchi o'rinda, ikkinchisi xonadonlar beshikdagi go'dakgacha o'ldirgan. Ertaga raqib bo'lmasligi, uni o'ldirmasa, uni taxtdan ag'darishi uchun har doim o'ldirib kelgan. O'ldirmagan podshoh rahmdil bo'lganini o'ldirmagani baribir taxtdan ag'dargan, uni yo'qotgan. Ya'ni juda ko'p qotilliklar qilgan, qotillik qilmagani yo'q Osmoniy. Mana shu va qo'rqqanidan ma'muriyatni yahudiylar, armanilarga topshirib qo'ygan davlat eng nozik mahram joylarni. Buni ko'plar to'g'ri tushuntirmaydi, nimalar bor uni. Voy, u ko'rolmadi, bu ko'rolmadi. Ya'ni o'zi yetib kelgandi Usmoniya. Endi bizda ham shunga yaqin bo'lgan. Yevropada esa almashishi mumkin bo'lgan. Mana unaqa iqtidor egalari, davlat arboblari juda ko'p yo'llanmalar bergan Renessansdan keyin. John Locke, Machiavellizm, ya'ni bir qator bunaqa davlat arboblari ko'rsatmalar, nimalar yozgan. Bular kurashlar qattiq ketgan va xalq kurashib kimnidir qo'yib ergashishi mumkin bo'lgan kutilmagan lider orqasidan, oiladan ya'ni uni ag'darishi mumkin bo'lgan. Lordlar kelishgan, boylar kelishgan, boshqa joydan hukmdor ham paydo bo'lib qolgan, harbiy hukmdor bo'lishi mumkin bo'lgan. Bu narsa u yerda tabiiy holat. Mana shuni bosqichma-bosqich bular demokratiyaga erisha oldi-da. Hozirgi kunda, ya'ni xalq boshqaruviga, xalq oldida hisob beradigan, 100% hisob bermaydi, hamin qadar hisob beradigan hukumatga aylandi. Machiavellizm yo'q, bu tug'ilgan joyda Italiyada ham. Xalq boshqaruvi qoldi, xalqqa hisobot beradigan. Machiavellizm hisobot ber demaydi. Ammo buni tug'ilib o'sgan yerida, o'z yurtida qadrlanmadi-yu, bizda qadrlanyapti. Qoyilda biz o'zimizni milliy boshqaruv, milliy tushunchadagi farobiylar yozgan yo'llanmalar bor, ya'ni podshohlar qanday bo'lishi kerak, ammo bu chetga qoldi, chetga surildi. Nima uchun? Machiavellizm tanlandi. Bu yerdagi haq huquq bermaslik va siyosatchida moral bo'lmasligi, unda na din, na e'tiqod, na insoniylik bo'lmasligi kerak degan. Agar bo'ladigan bo'lsa, u taxtda qola olmaydi degan. U bu narsalardan umuman ayro bo'lishi kerak degan.
Va mana shu butun bir tavsiyalarni bizda qilinayotganiga guvoh bo'lasiz. Hech boshqacha shakl emasda, ya'ni tahlil qilsangiz. Ming afsuslar. Sababi har doim insonlar noshukur bo'ladi. Qancha yaxshilik qilma, baribir senga tupuradi deb. Endi qisman Machiavelli to'g'ri. To'g'ri yozgan va bu narsa qisman to'g'ri, qisman esa insonlar manfaatidan yiroq. Ya'ni taxt saqlash uchun juda bir foydali buni tavsiyalari va niqob 200lamachilik qilish bu odatiy holatga aylanishdir. Ya'ni bu to'g'ridir. Hech qanday siyosatchi odam umuman 200li bo'lishi kerak. Bu tabiiy holat deb qabul qildirgan. Va bu tavsiyalar va bu kitoblarni o'qigan bu bizdagilar ham bo'lmaganda bu qilinayotgan ishlar bunaqa darajada bo'lmasdi. Ya'ni o'zini tug'ilib o'sgan joyida bu narsa qolmadi ularda. Ammo bizda qolishiga sabab bu Usmoniy bo'lsin, bizdagi boshqaruv oilalardan o'tgani uchun har doim shayxlar, bu podshohlar hal qilgan hamma muammoni. Askarga olib ketadigan bo'lsa, ya'ni urushlarni hal qilish, kelishuv, insonlarga o'sha biror narsani o'sha podshoh hal qilish kerak-da. Insonlar kutgan. Yaxshi hayot bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon. Shayx aytgan sabr qilish kerak, sabr qiling, yaxshi bo'lib ketadi. Podshohimiz buni hal qilish ustida yuribdi. O'shaning uchun bunaqa nima holat bor, ya'ni kutish, o'sha shayx biladi, men nima ham qilardim. Mana shu yillardir bu zehnga singdirilgan. Yevropadan farqimiz mana shu joyda. Mana shu ahamiyat, ya'ni u yerda insonlar kurashib, janjallar, urushlar, ya'ni kutilmagan lider paydo bo'lishi, taxtdan ag'darib tashlashi oilani, mana shunaqa bu narsalar u yerda, ya'ni bunga tavsiyalar, bu Renesanslardagi siyosiy arboblar roli va bularning tavsiyalari 19-asr, 20-asrdagi bu tuzumlar, totalitar boshqaruv va monarxik boshqaruv, bu narsalarga qarshi juda ko'p arboblar chiqqan. Misol uchun yozgan Frans Kafka deysizmi, Albert Camus deysizmi, ya'ni davomchilar bu Machiavellizm, boshqa nima falsafa odamlari, davlat arboblari, bular soni ko'p. Bular mana shunaqa ziddiyat kurashlarda bo'lgan, dinni cheklagan vosita qilinishini zotan o'sha Machiavellizm paytida Machiavelli bu din shunchaki xalqni boshqaruv uchun vositadir. Davlat faqat real hodisalarga asoslanadi. Hech qachon davlat boshqaruv arbobini diniy e'tiqodi bo'lmaydi degan. Bu narsalar begona bo'lishi kerak. Sabab bu yerda insoniylik bo'lishi kerak emas. Insonday ommaday fikrlash kerak emas deb tushuntirish yo'nalishlar bergan. Ya'ni bu tavsiyalar tabiiyki amal qilinib keladi. O'shaning uchun har niqobni juda yaxshi kiyishadi. İnsanlar ise har doim boshqarish uchun din egalari vosita qilinadi. Endi bu Yevropa bu ziddiyatlar kurashlarida pishdi va o'z yo'lini topa oldi. Juda ko'p oson bo'lmadi bu yo'lini topishlar, Gitlerga kelishi, boshqa, ya'ni yo'qotishlar tabiiyki natijasida o'z yo'liga erisha oldi. 50, 60, 100 yil ichida yaxshi hayotga, har holda xalqqa hisobot beradigan hukumatga erishdi. Ammo bizda buni yo'nalish bizda ham boshlangan. Aslida 20-asrdagi bu jadidlar aslida bu o'shalardan, ya'ni xalq boshqaruviga o'tkazish uchun bu qorong'ulikdan olib chiqadigan yo'l bu ya'ni boqmandachilik, podshoh biladi, shayx biladi. Bu bo'lmaydi bu. Eski tuzum bo'lmaydi. Bizni barbod qiladi deb harakat boshlagan aslida. Bu behbudiylar, cholponlar bu narsa, bunga davlat arboblari ham Islom Xo'jaga o'xshagan va mana shunga o'xshagan davlat arboblari ham qo'shilgan. Ismoil Gasperali bor, turklik, dilda birlik, fikrda birlik, amalda birlik deya shiorlar ostida birlashish, ilm olish, zamonaviy bilimga targ'ibotlar, mana shunaqa. Ammo bular
bu sovet qaddor tuzumi Leninni keyingi Stalinni bu narsani tep-tekis qildi, yo'qotib tashladi va yana o'sha buyuk og'a, buyuk xoqon, buyuk o'sha hukmdor biladi deya o'shanga e'tiqod qilish va uni xudo o'rnida ko'rish yana davom etdi. Yana xalq hech narsani bilmaydi. U yoq hal qiladi. Kompartiya hal qiladi. Buyuk Stalin, buyuk Brejnev, buyuk dohiylar Lenin o'sha hal qiladi deya davlat hamma narsani davlatnikiga aylantirib xalqni boqimanda qildi. Va mustaqillikdan keyin ham o'sha narsa prezident faqat xalqda kutish, xalqda yana o'sha kimdir nimadir qilib beradi. Kimdir paydo bo'ladida shayxu hazratlari suf deydi, kuf deydi, o'zgartiradi. Ya'ni mana shu prezident nima qiladida, o'sha prezident biron narsa qiladida o'zgartiradi. Ya'ni mana shunga bog'lanib qolganimiz oqibatida yillardir qon-qonimizga singib ketgani natijasida oldin bu ish bergan Amir Temurdir, boshqa bir Jaloliddindir davrida, o'sha davrdagi bu holat norma bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo bu holat hozirgi kunda norma emas. Ya'ni buni ancha oldin Yevropa tushunib yetib, bundan voz kechdi. Ammo bizda Yevropani tushunib yetib, sarqitga aylantirgan Machiavellizmi hamon ishlab turibdi. Ya'ni xalq esa yana o'sha niqoblar ortiga berkingan insonlardan biron narsani kutib o'tiribdi. Ya'ni harakat qon-qonga singib ketgani uchun undan oldin Amirxonlar shunday qilgan edi, keyin Sovet bu narsani jadidlari temtekis qildi bu narsaga, ya'ni zamonaviylikka, insonlarni fikrlashga, parlament, jumhuriyat, ko'p partiyaviylik bu ishlarga Turkiston birlashib, ya'ni birlikda bunaqa qurultoy orqali boshqarish bunaqa narsalarni o'zi tep-tekis qildi, yo'qotdi. Undan keyin esa yana o'sha buyuk og'aga sig'inish va bu qaramlik mustaqil bo'lgandan keyin ham bitta shaxs har narsaga qodir va uni sharofati va keyingisi ham Mirziyoyev ham va yana buni u Mirziyoyev sharofati bilan har joyda, har yerda xalqi puli deyilmaydi. Mirziyoyev sharofati hamma joyga xalqi puli aslida Mirziyoyev taqsimot bilan shug'ullanish kerak. U ham aytish kerak xalqi puli. Ammo unaqa ko'rilmadi, ko'rilmayapti. Buni natijasi yana bizni Yevropani chiqib ketgan ancha oldinlar o'sha chuqurda o'tiribmiz. Ya'ni bundan chiqa olmasak, bu vaziyatni, ya'ni bu zehndan biz qutulishimiz kerak. Biz yoki Mirziyoyev yoki prezident basasida shaxs ertaga bugun bo'lsa, ertaga ketishi mumkin. 5 yildan keyin, 4 yildan keyin, 3 yildan keyin ketishi mumkin. Ammo bizni zehnimiz hozir hamma narsani misol uchun bitta shaxsga to'nkab qo'yib, ya'ni o'ylab tamom endi hozir kimdir Mirziyoyevni o'zgartirishi mumkin, qaysidir kuch. O'ylaysiz, yo'q, hech narsa u bilan o'zgarmaydi. Bu hammasi bizni mana shu qotib qolgan zehniyatimizda. Ko'plar xalq nima qilsin, xalqqa osonmi, beton qoradigan xalq, ertalabdan kechgacha ishlaydigan xalq kitob o'qiy oladimi? Xalqqa gapirish oson deydigan nozik tabiatlar bor. Bu narsa fuflodir. Fuflo, ya'ni ocharchilik, qorong'ulik, yetishmovchilik, azob paytida Yevropadagilar sil, tuberkulyoz bilan kasallangan odam tomog'idan hech narsa o'tmasdan ozib ketib, bo'g'ilib o'lgan, ya'ni Frans Kafka kitob yozar ekan. Nima uchun? Xalqqa chiroq bo'laman dedi. Ya'ni to'xtamadi bunaqa insonlar, xalqqa da'vat qildi. Ya'ni xalq ham buni tushundi, ya'ni qiymatini bildi bu narsalar, harakat qildi. Biz dedi, biz harakat qildik. Ya'ni o'zgarishimiz kerak ekan, bilim olishimiz kerak ekan. Bu imperatorlik, bunaqa boqimanda boshqaruvda edi. Koreya ham, Yaponiya ham xudo sanalardi imperator. Ular ham voz kechdi. Ustiga yadro tushgandan keyin ular ham tushundiki, zehniyat o'zgarishi kerak ekan. Biz xalq o'zgarishimiz kerak, ya'ni hukumat bizga hisob berishi uchun biz o'zgarishimiz kerak deya o'sha
2 soat ya'ni qullikdan voz kechdi. Beton qormasin beton. Majburlayaptimi birov? Beton qoradigan har doim bo'ladi. Beton qormaydigan millionlarcha nima qilyapti hozir? Nimaga o'qimayapti? Nima uchun o'zini zehnini o'zgartirmayapti? Nima uchun bo'ynini egib Rossiyaga ketyapti? Nima uchun ketadi? Nima uchun ota-onalar jo'natib yorib yoki qullikka ixtiyoriy jo'natyapti? O'zini qotili, bosqinchisi har doim qul o'rnida barmog'ini uchida ko'rganga egiltiryapti. Bu borku o'zini o'zi aldash bo'ladi. Mana shoir, tabiatlar, boshqalar osonmi? Oson emas hech kimga. Hech kimga yoqmaydi. Menga ham yoqmaydi, hech kimga o'zi o'qish aslida yoqmaydi, hech kimga yoqmaydi. Mana uni o'zgartirish yoqmaydi hech kimga. Bu ham bir zo'riqish bo'ladi, tabiiyki. Buni istamaydi insonlar. Ba'zan odam kitob o'qigandan ishlaganing yaxshi bo'ladi. Charchaysanda, asab ketadi mana. Tushunish kerak, o'ylaysan, tahlil qilishing kerak, yozishing kerak. Miya zo'rlanadi. Undan ko'ra ishlasam yaxshi edi deb qo'yasan ba'zan. Bu tabiiyki bu zo'riqish. Insonlar buni istamayapti. Osonmi deydi. Oson, hech narsa oson emas. Lekin inson har doim beton qorish kerakmi? Qullikmi bolangga ham ravo ko'rasan? Yetar deyish kerak emasmi? Yetar. Yetar, to'xta, buni yechimi qayerda, kimdir gapirayotgandir. Hech bo'lmasa men qilmasam, o'g'lim sen buni o'qi. To'xtat buni endi. Qo'ymasan buni, ketma u yoqqa. O'qib o'rgan, so'ra haqq ol. Men uchun ammo bunaqa tarbiyalanmaydimi? Buni aytmaguningizcha Mirziyoyev ketadimi? Boshqasi keladimi? Hech narsa o'zgarmaydi. Mana bu yerga bog'liq. Zotan analitiklar nima o'ylab, nima qo'yishingizni juda yaxshi biladi. Har kun bitta muammo yaratib beradi. Muammo bo'lmasa kimnidir mashhuri ko'tini ko'rsatadi, ochiqadi, muhokamaga sizga har kun bitta narsani shunday dam chiqarish uchun o'rtaga tashlaydi. Bir kun pedofil chiqaradi, bir kun u chiqaradi, to'ldirib tashlashadi. Ijtimoiy seriallarni tiqib tashlashadi. Buni tushunmasdan mana bu yer o'zgarmagandan keyin bular Machiavellizm shunaqangi bir kitobki, bu agar buni o'qib tahlil qilgan odam barmog'ini uchida xohlaganini aylantiradi. Uni ustiga moliya bo'lsa, resurs bo'lsa, media ham qo'lingda bo'lsa, barmog'ini uchida aylantiradi. Yana shunaqa 5-6 ta kitob bor. Buni chuqur tahlil qilib, shu programma dastur bo'yicha ishlasa borku, ishlayapti zotan. Barmog'ini uchida olomonni aylantiradi. Dinchini vosita qiladi, shayx qo'yib qo'yadi, bitta hangratadigan yuzlarsani tayyorlaydi, o'rtaga otib yuboradi. Psevdo blogerlar, psevdo siyosatchilar, ekspertlar hammasini piyasaga o'rtaga olib chiqib tashlashadi. Orqasidan pul bor, finans bor. Siz nima, sizni oltiningiz, boyligingiz, ya'ni sizga hisobni berishmaydi-ku. Media to'la ekspertu, siyosatchi, vatansevar har narsani to'ldirib tashlashadi. Bundan qanaqasiga arosatda olomon nima bo'layotganini tushunmasdan xalqqa osonmi, beton qorib yurgan odam kitob o'qiy oladimi deb o'zini o'zi, ya'ni aldab, o'zini o'zi qondirib, bo'ynini egib yana qullikka davomda yuraveradi. Ya'ni bu hech abadiy bo'ladi kerak bo'lsa. Ya'ni bu zehndan qutulmasa, ya'ni bu nimaga? Jinnimanmi men bu bunaqa eshakka o'xshab ishlab yurib? Nima bular maza qiladi? Mana shu savolni bera olmasa-da odam o'ziga. Mana shu tushunchalar, nimaga bu manipulyatsiya? Qarangchi, dunyoda o'zi nima bo'lgan, qanday boshqarilgan, nima siyosat bu o'zi, qanday siyosat? Nimaga bunaqa har doim yolg'onlar, bular muloyim juda bir vatan, millat deydi-yu, ammo nimaga teskarisi? Biz bir xalq bo'lib, millat bo'lib uyg'onishimiz kerak emasmi? Savol javob qilishimiz kerak emasmi? Nima desa egilib, to'nqayib qilaverishimiz kerakmi? Bu nima degan gap? Deb mana shu savollar ichkaridan kelmasa, har kelganga egilaverib, qo'lni ko'ksiga qo'yaversa, hech narsa o'zgarmaydi. Bu joyda xalqqa osonmi? Bunaqa narsa emas. Hech qachon hech kimga oson bo'lmagan. Hech bir erkinlikka erishgan, joni bilan, qoni bilan erishgan. Hech kimga oson bo'lmagan. Na Yaponiyasi, na Koreyasi, na Malayziyasi, na Indoneziyasi,
misol uchun yaqinda rivojlanayotgan davlat bo'lar endi. Na Yevropasi. Qonlar yashagan, epidemiya, birinchi jahon urushi, ikkinchi jahon urushidan keyin parchalanishlar, urushlar, yakson bo'lishlar. Nimalari yashamadi ular? Hech oson bo'lmagan. Yaponiya oson bo'ldimi? Oson bo'lmagan. Bizga ham oson bo'lmaydi-da. Biron narsaga erishishimiz, o'z talanayotgan paytingiz, sizni yog'ingizni, saryog'ingizni, lahmingizni olib suyak otayotgan, shunchaki sizga bo'ldi bu. Xalq ham endi bir biz ham insofga kelib qolaylik. Yo'q, tashab ketaylik bularga endi. Yetar, shuncha oldik deydimi? Hayotda u narsa bo'lmaydi. Hayotda sabab Machiavelli aytgan unaqa insoniylik degan tushuncha bo'lmasligi kerak degan. Sen inson emassan sen degan. İnsonlarni boshqaruvchi yagonasan sen. O'zgacha odamsan degan. O'shandagina kuchli bo'ladi, kuchli bo'lasan, boshqarasan va ag'darilmaysan degan. Bu narsalar ular o'ziga g'oya qilib singdirib olgan, tepada yurganlar bor-ku. Shuning uchun do'stlar, har doim e'tiborli va o'rganishimiz, tushunishimiz, gapirishimiz, e'tiroz qilishimiz lozim. Sog' bo'ling.